qiytig'on masalan uchastkalar odatda qiytig'on bo'ladi, o'sha har bir santimetrdan foydalanish maqsadida shuna qiytig'on qilib, apalkalar qilib o'sha uy egalarini har bir santimetrini imkon qadar uyning ichiga kirgizib, proyektdan kelib chiqib, lekin qo'shimcha kvadraturani qanaqadir shkafnoy zona qilib yoki bir o'sha interyerda o'sha narsadan foydalansa bo'ladigan darajada imkoniyat qilib devorlarni tayyorlab beramiz. Masalan, shu joyda ham biz именно uchastka bo'yicha emas, rigel bo'yicha agar uchastkani qurgan bo'lganimizda mana shu joy va shu joy bekor qolib turar edi. Shuni biz podvalga qilib qo'yapmiz mana. Birinchi etajda ham hamma shu uголокlar bo'ladi, ikkinchi etajda ham shu uголокlar bo'ladi. Bemalol foydalansa bo'ladigan joy. Shaharda yashovchi, kichkina joyda qurilish qilayotgan odamlar juda yaxshi biladi har bir santimetrdan unumli foydalanishni. Biz ham shu proyektga o'zgartirish kiritib, shu joylardan foydalanaylik deb taklif berdik. Zakazchik roziligini bildirdi. Konstruksiyaga umuman zararsiz bir harakat bo'lyapti, unumli ish bo'lyapti. Uyning korobkasi shu fundamentidan tortib tomigacha xizmatlarimiz bor.